o'qima bo'limidagi eng qiyin savollarni qanday ishlanishini tushuntirib beraman. Demak, hammamiz bilamiz, eng qiyin savollardan biri bu 4-o'quma matni. Ya'ni 21-29 savollar hisoblanadi. Endi juda katta matn beriladi. Taxminan 1,5 bitlik. Shu matnni birinchi bo'lib o'qib chiqishimiz kerakmi yoki birinchi savolni o'qishimiz kerakmi? Mening tavsiyam siz birinchi bo'lib savolni o'qishingiz kerak. Ya'ni matndan nimani so'rayapti? Ya'ni test matndan qaysi ma'lumotlar asosida tuzildi? Misol 40 hafta olindimi yoki birinchi 3-8 haftalar olindimi yoki bo'lmasam 12-haftami, 9-haftami yoki 280 kunmi, nima? Shuni bilish uchun birinchi siz mana bunday qilib chizib matnni o'qishingiz emas, birinchi savollarni ko'rib chiqishingiz kerak. Ya'ni 21-29 savollarni o'qiysiz va signal so'zini chizasiz. Masalan, misol deylik, mana savollar qismi. Mana savollar qismi. Misol birinchi 21-24 savollar keladi. Misol 24. Metnin bütününe göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Ya'ni nima deyapti? Sen yo'qini top deyapti. Yo'qini topish kerak. Yo'qni topishimiz kerak. Ya'ni noto'g'risini topishimiz kerak. Xo'p, bu degani 3 tasi to'g'ri degani. Bittasi noto'g'ri. Bu degani siz mana bu 3 ta variantni ham bitta o'qib ko'rasiz. Signal so'zini chizib olishingiz kerak. Yani javob aytyapti, anne karnındaki bebeğin gelişimi uzun ve aşamalı bir süreç. Demek biz uzun ve aşamalı bir süreç deganini qidirishimiz kerak. Bu javobda dolaşım sisteminin yetişkin gibi çalışması onun tamamen olgunlaştığını anlamına gelmez. Dolaşım sistemi yetişkin gibi çalışmaz. Yani qon aylanish tizimi. Shuni qidiramiz. Xo'p, siz javobda bebeğin bütün organları doğumdan önce tamamen olgunlaşır. Bebeğin bütün organları tamamen olgunlaşır. Önce hem çizamiz. Yani bu signal söz. D'ni ham bir ko'ramiz. Fetüsün göz kapakları oluşmuş olsa da bu dönemde göz kapakları birbirine yapışıktır. Yani göz kapakları yapışıktır. Yani siz matnni o'qish jarayonida, yani birinchi test shunday tuzilyapti. Uzun ve bosqichli bir jarayon. Dolaşım sistemi, qon aylanish tizimi. Bebeğin bütün organları tug'ilishdan oldin yetiladi ekan, ya'ni rivojlanib bo'ladi. Bu yerda aytibdi, homilani fetus degani yozib qo'yasiz. Endi bu homilani ona qornidagi homilani tibbiy nomi, meditsinadagi ilmiy termini. Shuni yozib qo'yasiz. Aytibdi, göz kapakları birbirine yapışıktır. Yani bir-biriga yopishgan bo'ladi deyapti. Demak, mana shu ikkala so'zni signal so'z qilib, matnni o'qish jarayonida ko'proq shularga e'tibor berasiz. Endi S22. Metinde geçen embriyonik dönem sözüyle ne anlatılmaktadır? Yani mana shu joydagi embriyonik dönem degan so'zimizdan test tuzildi. Ya'ni mana shunday qilib chizib olamiz. Birinchi test savollarini va undan keyin yuqoriga chiqib matnni o'qiymiz. Ve matnni o'qish jarayonida qidirasiz. Mana buni, misol göz kapakları yapışık olduğunu, yani bo'lganligini, embriyonik dönemni, dolaşım sistemiga e'tibor berasiz. Çünkü test tuzildi shundan. Bu oddiy misollar. Endi yana davomiga o'tamiz. Xo'p, mana bu uchalasidan signal so'zlar. Xo'p. Aşağıdakilerden hangisinde fetüsün gelişim dönemleri ve özellikleri birbiriyle uyumsuzdur? Yani uyumsuz degani bu mos emas degani. Yani mos emas, noto'g'rini topish kerak. Yani bu yerga ishlab tashlamaysiz, faqat signal so'z chizishni ko'rsatib beryapman. 9 hafta, 13-16 hafta, 18 hafta, 20 hafta. Demak, testdan qidiriladigan joyi bu. Qidirish deb yozaman. Ya'ni testdan mana shu haftalarga e'tibor bo'lasiz va bu yerda mos emasini topish kerak. Sizga bu yer muhim emas. Siz birinchi bo'lib chizib olishingiz kerak signal so'zlarini, testni. Keyin o'qiganda mana shularga e'tiborli berib o'qiysiz.
Xo'p, endi bu jarayon faqatgina siz testdan nimani so'ralganligini bilish uchun. Ya'ni matnni o'qishdan oldin qilasiz buni. Xo'p, 24-savolda hangisi to'g'ri? To'g'ri ma'lumot topish kerak, bunga tegmaysiz. Chunki nima uchun tegmaysiz? Chunki bu yerda 3 tasi xato, bittasi to'g'ri. Bittasi deylik to'g'ri. Ya'ni bu yerda men chizib tashlayman deb 3 ta xatoni chizish shart emas. Bunda faqat siz butun boshli matnni bularni ishlash jarayonida, to'g'ri yanlış verilmagan ishlarni ishlash jarayonida buni javob ham bir xil kelib chiqadi. Xo'p, endi mana bu jadval asosidagi savollarimiz. Mana ma'lumotlar berilgan, shu gaplar matnda bo'lsa, to'g'rini belgilang. Bo'lmasa yanlishni. Agar shu ma'lumot berilmagan deylik. Misol bu testimizda mana shu tat alma duygusuyla degan gapimiz esimda berilmagan edi, demak bu verilmamiş bo'ladi. Ya'ni to'g'ri javob C bo'ladi. Misol oddiy. Endi bunda ham siz signal so'zni chizishingiz kerak. Chunki matnni o'qiysiz buni chizib bo'lib. Misol, doğum gerçekleştiğinde organların büyük bir kısmı yetişkin boyutuna yaklaşmıştır. Hop, büyük bir kısmı, yani katta kısmı yetişkin boyutuna yaklaşmıştır. E'tiborli bo'lasiz o'rtoqlar. Büyük katta kısmı deyapti. Katta kısmı. Belki misol matnda tamamen degandir. Hammasi degandir. Misol tamamen degan bo'lishi mumkin. Şu joyi signal söz. Ve beynin gelişimi çocukluk döneminin ilk yıllarında sona erer. Demek miyani rivojlanishini so'rayapti. Qachon tugaydi? Sona erer, tugaydi degani. Yani çocukluk döneminin ilk yılları. Bu yerda miyani rivojlanishini qachon tugashini qidirasiz. Yani çocukluk gelişimi sona erer. Signal sözü. Ve S27 çocukların kalp atış hızı yetişkinlere göre daha yüksek olabilir. Nimani qidiramiz? Kalp atış hızı. Kimlarniki? Bolalarniki yoki chaqaloqlarniki. Shuni qidirasiz. Ve 28 anne bebeğin hareketlerini ilk kez 20 bo'ladi. 20 haftada hissetmeye başlamaktadır. Hop. Demek chaqaloqning harakatini birinchi marta 20-haftada his qiladi. Ya'ni bizni qidiradigan joyimiz onaning qachon chaqaloq harakatlarini his qilishni boshlaganini qidiramiz. Va 29da bebeğin tat alma duygusu, ya'ni ta'm bilish tuyg'usini qidiramiz. Mana chizib oldim, bitta ko'raman mana shu qismini va undan keyin yuqorida belgilaganlarni ham bitta ko'rib chiqib, keyin matnni o'qiysiz. Va matnni o'qib yana bitta chizib oldingiz, ana keyin bir chekkadan mana shu 25dan boshlasangiz yaxshi, bu osonroq ishlatiladi, topiladi. Mana shundan bemalol ishlasangiz bo'ladi. Lekin ba'zi o'quvchilar bo'ladi, imtihonga kiradi. Misol deylik, birinchi test mana shu turibdi. Savolni o'qiydi. Metnin bütününe göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Demek men aytadi, xatoni topish kerak. Birinchi gapni o'qiydi. Anne karnındaki bebeğin gelişimi uzun ve aşamalı bir süreçtir. Bo'ldi. Bolani rivojlanishi uzun ve bosqichli bir jarayon deganni, misol ne oladida bu yoqqa kelib mana shu misol matnni tushmayapti men bugun. Hozir matnni mana shu boshlasam, masalan matn shu yer bo'lsa, bu yerda boshlaydi. Mana shunda ketadi. Ruchkani yugurtirib. Bu noto'g'ri. Misol variant topdingiz, endi bni qidirasiz. Bni ham boshdan oxirigacha, sni ham boshdan oxirigacha. Undan ko'ra men aytgandek, birinchi savolni chizib olib, signal so'zini belgilab, yaxshilab bitta o'qib, signal so'zlarini nimani so'radi. Misol mana shuni bir o'qish jarayonida siz ana testlarga bir xil javob topasiz. Mana shunday jarayon. Xo'p. Misol mana shu birinchi o'qish qanday bo'ladi? Endi men o'qishni sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni chizib bo'ldik deylik. Chizib bo'lganingizdan keyin endi matnni belgilashingiz kerak. Ana shu matnni belgilash jarayoni bor.
Xo'p, hozir Xo'p, başladık. Xo'p, anne karnında bebeğin oluşumu, gelişimi ve büyümesi hem çok hızlı, tez, hem de inanılmaz bir süreçtir. Men chizdim mana bu hızlı deganni endi har ehtimolga qarshi yozyapman. Tez, jarayon degan ma'noni bildirdi. Xo'p, 9 ay boyunca bebek doğumdan sonra yaşama uyum sağlamasına olanak verecek doku ve organlarını anneden aldığı besin ve oksijenle geliştirir. 9 ay boyunca anneden aldığı besin, ozuqa ve kislorod bilan rivojlantiradi. Ya'ni bu yerda besin ve oksijen deganni signal so'z qilib oldim. Devam edemiz. Fetüs, uterus, nima deyapti? Uterusda 40 hafta, diğer bir şekilde 280 gün geçirir. Mana bu 40 hafta 280 kun degan. Yani bu yerda fetüs degani bor, bu homila. Yani shunday tushuning, homila bo'ldi. Ya'ni bu homilani meditsinadagi ilmiy termini. Yani ichiga kirib ketsak u boshqacha bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun oddiy bitta jaydari tilda homila deb tushuning bo'ldi. Homila yozib qo'yamiz. Xo'p, 40 haftani yozdim, 280 kunni yozdim. Bu süre içinde ilerideki yaşamını şekillendirecek ve yürütecek olan organları oluşur, gelişir, aynı zamanda büyür. Bu yerde signal söz yok. Doğumla birlikte organın büyük bir kısmı neredeyse yetişkin hal boyutuna ulaşır. Mana shu joyi. Doğumla birlikte, yani tug'ish bilan birgalikda organların büyük bir kısmı, organlarının katta kısmı neredeyse şu joy muhim. Nima degani? Değerli degani. Değerli kattalarnikidek hajmga yetishadi. Bundan tez tuzilgan edi. Bundan tez tuzilgan edi. Adashmasam doğru yanlışda. Bu demek, mana shuni balkim bitta bunday bir chizib tashlab o'ting. Ya'ni tezda so'ralgan edi shu joyi deb turib, mana bitta chizib tashlab o'tasiz. Bo'ldi, mana t deb ham yozib qo'ying, bor degani. Ya'ni keyin chizib bo'lgandan keyin savolga o'tganda mana shu chiziqlardan bitta ishlab tashlaysiz. Yoki yana biroz tushamiz, mana shu joygacha tushuntirib beraman. Ya'ni matnni, signal so'zini topishni. Hamileliğin ilk dönemi, birinci aydan sonra fetüs şekil almaya başlar. Bu dönemde fetüsün hacmi, bu yerda hacmini yozgan. Mana hacmini chizib o'tamiz. Lekin hajm so'ralmagan. Ya'ni men o'qiyapman tezda, lekin hajm so'ralmagan edi. Ya'ni buni chizmasam ham bo'ladi. Chunki so'ralmadi. Çünkü biz savolni ko'rib chiqdik. Endi şekli bir virgül ya da kafası büyük bir C harfi görünümündedir. İlk 3-8 haftalarda hücrelerin sayısı artması ile şekillenen bu döneme embriyonik dönem. Qaranglar. Embriyonik dönem degani adashmasam 22. savolda berilgan edi. Demek embriyonik dönemni ta'riflayapti. İlk 3-8 haftalarda hücrelerin sonini ortishi bilan shakllangan bu davrga embriyonik dönem deb aytiladi. Demek mana shu joydan test tuzildimi? Mana bitta chizib tashladim. T deb o'ting, bo'ldi. Ya'ni testni mana shu joydan tuzildi, mana shu joydan topaman degan ma'noda. Ya'ni chizib tashlab qidirib o'tirmanglar qayerda u deb. Mana bitta chizib tashladim, bu yerda bitta. Ya'ni shu joydan javob bor. Xo'p, davom qilamiz. Oluşan canlıya embriyo diyoruz. 9. haftadan sonra bu canlı fetüs olarak adlandırılmaktadır. Bu yerde tez tuzilmagan. Xo'p, fetal hayatın 9. haftasında kafa büyüklüğü gövdenin yaklaşık yarısı kadar. Bu bo'lishi mumkin. Yaklaşık yarısı kadar chizamiz. Mana shu. Ya'ni kafa bu bosh degani. Xo'p, ardından gövde uzayarak 12 haftanın sonunda 2 misli çıkar. Kafa büyümesi daha yavaş olarak takip etse de, mana shu joy muhim ekan. Ya'ni boshni büyüyüş, kattalashishi, o'sishi deylik, sekinroq davom etsa ham. Endi bu yerda testda so'ralmagan. Men bilyapman-ku, men chunki chizdim testni, nima so'ralganligini ko'rdim. Bu yerda yarimi qadar o'sdi, boshni o'sishi bular so'ralmaganda. Yani bular so'ralmagan. Shuning uchun tashlab o'tsangiz ham bo'ladi, lekin har ehtimolga qarshi signal so'z chizishda men chizib o'tdim. Har ehtimolga qarshi. Ve 9. haftada fetüsün yüzü tamamen düzdür. Bu ham so'ralmagan, lekin chizamiz mayli. Mana chizdim. Göz oyukları oluşur ve kulakları normal yerinden aşağıda yerleşir. Göz kapakları vardır. Ancak yapışık. Ana. Nimani chizdik biz boshda?
adashmasam doğru yanlishdami yoki boshqasidan bor edi. Aniq men bilaman. Göz kapaklari yopishikdir degan joy bor edi. Ya'ni yopishiq. Tez tuzilganmi? Tuzilgan. Mana bitta chizib ketaman. T deb o'tdim. Javob bor shu yerda. Demak, mana topildi bir javobni shu joydan. Canlıyı yaşatan besin ve oksijeni taşıyan kan hücrelerinin büyük bir kısmı 9. haftada karaciğerde yapılmaktadır. Yani karaciğer bir çizib o'tamiz. Ve canlıyı yaşatan besin ve oksijen, yani demek canlını yaşatayotgan, yani canlı nima deydi, chaqaloq bo'ladi, nima bo'ladi boshqa. Besin ve ozuqa ve oksijeni taşıyan nima? Qon. Bu qon ham signal so'z. Lekin so'ralmagan. Shunda ham chizdim. Muhim joyda bu ham. Mana shunday qilib chizasiz. Mana chizib oldim, bo'yalib ketdi. Siz ham bemalol bo'yasangiz bo'ladi. Yozdik va misol birinchida mana bu yerda tez tuzilganligini bir chizib tashladim, mana uzunasiga sal chiqarib qog'ozdan ham sal chiqarsa bo'ladi. Yopishikdir deganda bitta test javobini topdim bu yerda va embrionik dönem deb yana bitta testni topdim. Ya'ni siz ham xuddi shunday chizing. Savollar esingizda qolgan signal so'zlari mana bu yerdan chiqyapti, bir chizib tashlab o'ting. Hammasini chizib mana shunday qilib tashlab o'tganingizdan keyin ana keyin ishlash osonlashadi, xudo xohlasa. Xuddi mana shunday qilib 21-29 savollarni ishlasangiz bo'ladi. Bemalol bitta screenshot qilib olsangiz ham mayli.